sotuvchilar ikkita servislar usulda rivojlantiryapmiz. Boshqa yo'qmi? Izzat mana mana olma. Hurmatli kuzatuvchilar, sigirimizni rivojlantirib bo'ldik. Rumisiz ota buxoridan kimga shunday sifatli xizmat kerak bo'lsa, pastda nomerimizni qoldiramiz. Nasib bo'lsa 40-45 kunda sekinlab o'tib olsa, o'z diagnostikasini qilib beramiz. Muxtarga havo qilasiz, bir eslatasiz, kelamiz. Xudo xolasa. Buni qaysi urug'ga talab ko'p bo'ladi, rahim hozir? Hozirgi kunda endi bizning sharoitda sementalga ko'proq bo'ladi. Sementalga, men limuzin zotga qiziqaman, shu o'zim zakaz qildim ukamga. Limuzin zotdan qo'ydik, xudo xolasa yaxshi chiqadi. Bu dokumentalni bo'ynaga limuzin zotli buxoriq, bu kishi deydigan urug' Yevropadan keladi. Men paypastda hamma narsa yozilgan. Hozir bu kishiga yozib ko'rsataman, nasib bo'lsa. Hakim. Hozir ko'rsataman. Bitta telefon nomeringizni ham aytavering, rahim. Bizning telefon nomeri 94 283 27 27. Yana qaytarasiz. 94 283 27 27. Mana shu nomerga telefon qilsalaringiz, ukamiz kelib turib, qo'ygandan keyin 45 kunga kelib yana analizlari ichiga ko'rib, tekshirib nima qilib beradi. Urug'lar hammasi Yevropadan kelgan, xohlagan nimangizni qo'yib berasiz. Qo'yib beradilar, xudo xolasa. Sog' bo'lib, salomat bo'ling. Kanalni rivojlantirishga yordam qilasizlar. So'z isboti bilan deganda, mana ukamiz urug'ni birdan ko'rsatib beradi, xudo xolasa. Mana urug' qo'ydik, limuzin zot. Bir do'stimizning mollarini sigirni ham ko'rsatdi. Sigir ham katta sigir, mayda emas. Katta sigir. Okey. Mana shu limuzin zotli buxoridan rivojlantirildi. Mana shu urug' mana. Mana shu paytani yozdik mana. Mana yozilib, mana Yevropadan keladi, mana shu urug'ni ko'rsatib beryapti. Mana shu urug'dan qo'ydik. Mana shu buxani urug'idan qo'yib berdim aka. Kimgadir qandaydir zotlar kerak bo'lsa, mana kelib baq davolash, o'zi apparat hamma ustovlari bor, xudo xolasa sizga. Qanaqa xizmatda davolash bo'ladimi, tekshirish bo'ladimi, kuyga keltirish, masaj, hammasi ukamizga mavjud. Sog' bo'lasizlar.